Agar sizning nomingizda kvartira bo'lsa yoki ota-onangiz, turmush o'rtog'ingiz, farzandingiz nomida uy-joy bo'lsa, bu video sizga bevosita tegishli. Men bugun oddiy tilda tushuntiraman. Nima uchun kvartira egalari shu oxirigacha o'z hujjatlarini tekshirtirib qo'yish kerak? Raqamli konfiskatsiya deganda odamlar nimani nazarda tutyapti? Aslida xavf qayerda? Kim xavotir olish kerak va kim xotirjam bo'lishi mumkin? Bu ma'lumot juda muhim, chunki hozir ko'p jarayonlar qog'ozdan raqamli bazaga o'tyapti. Agar bazada sizning kvartirangiz bo'yicha xato, eski ma'lumot, qarzdorlik, noto'g'ri kadastr raqami yoki egasi bo'yicha nomuvofiqlik tursa, ertaga siz sotmoqchi bo'lganingizda, meros rasmiylashtirganda, kredit olganda yoki oddiy ma'lumotnoma kerak bo'lganda katta muammoga duch kelasiz. Hozirning o'zida obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki men buni qo'rqitish uchun emas, sizni oldindan tayyorlash uchun tushuntiryapman. Avval uy-joy hujjatlari ko'proq qog'ozda yurardi. Odamda eski order, oldi-sotdi shartnomasi, hadya shartnomasi, meros guvohnomasi, texnik pasport, kadastr hujjati bo'lsa, ko'pchilik hammasi joyida deb yurardi. Agar biror xato bo'lsa ham, u ko'pincha faqat muomala vaqtida bilinardi. Masalan, kvartirani sotmoqchi bo'lsangiz, notarius yoki kadastr organi tekshirardi. O'sha paytda ma'lum bo'lardi. Familiyada bitta harf xato, pasport seriyasi eski, kvartira maydoni hujjatda E12 kvadrat, bazada 49 kvadrat. Yoki egasi vafot etgan, lekin meros hali rasmiylashtirilmagan. Hozir esa vaziyat o'zgargan. Davlat organlari, kadastr, soliq, kommunal xizmatlar, notarius, banklar, sud ijrochilari va boshqa tizimlar tobora ko'proq o'zaro bog'lanmoqda. Bu nimani anglatadi? Endi muammo faqat siz biror ish qilmoqchi bo'lganingizda emas, tizimlar o'zaro solishtirilganda ham chiqib kelishi mumkin. Ya'ni qog'ozdagi hammasi joyida degan tasavvur raqamli bazadagi ma'lumot bilan mos kelmasa, amalda sizning mulkingiz bilan bog'liq operatsiyalar to'xtab qolishi mumkin. Raqamli konfiskatsiya degan ibora odamlar orasida shuning uchun tarqaldi. Men buni yuridik termin sifatida emas, ogohlantiruvchi tushuncha sifatida ishlataman. Ya'ni kvartirani hech kim ertalab kelib olib qo'yadi degani emas. Ammo raqamli bazdagi muammo sababli siz mulkingizdan to'liq foydalana olmasangiz, uni sota olmasangiz, nomingizga rasmiylashtira olmasangiz, meros qilib ola olmasangiz, ipoteka yoki garovga qo'ya olmasangiz, bu amalda juda katta cheklov bo'ladi. Oddiy odam uchun farqi yo'q. Konfiskatsiya deb ataladimi yoki taqiq, blok, nomuvofiqlik, xatolik deyiladimi? Natija bir xil. Siz o'z mulkingiz ustidan erkin harakat qila olmaysiz. Eng katta o'zgarish shundaki, endi kvartira bo'yicha ma'lumotlar yagona va solishtiriladigan raqamli izga ega bo'lib bormoqda. Kadastr raqami, mulkdor FESH, JSHR, pasport ma'lumotlari, maydon, manzil, qarzdorliklar. Taqiqlar, sud qarorlari, garovlar, soliq majburiyatlari va kommunal hisoblar bir-biriga bog'lanadi. Oldin siz bitta idorada muammo ko'rmasligingiz mumkin edi, lekin boshqa idorada u muammo turgan bo'lardi. Hozir esa tizimlar bir-biriga ulanadigan bo'lsa, bitta xato butun jarayonni to'xtatadi. Masalan, sizda 2005 yilda olingan kadastr hujjati bor. Unda manzil eski ko'cha nomi bilan yozilgan. Keyin ko'cha nomi o'zgargan. Uy raqami aniqlashtirilgan. Mahalla nomi yangilangan. Siz esa hujjatni yangilamagansiz. Ko'p yillar hech narsa bo'lmagan. Lekin endi elektron bazada yangi manzil, eski hujjatda eski manzil tursa, notarius savol beradi. Bank garovga olishdan oldin tekshiradi. Soliq bazasi boshqa manzilni ko'rsatishi mumkin. Natijada siz mening uyim o'zimniki-ku deb turasiz. Tizim esa ma'lumotlar mos emas deydi. Yana bir o'zgarish. Qarzdorliklar ham ko'proq ko'rinadigan bo'lib bormoqda. Bu faqat kommunal to'lov emas. Mulk solig'i, yer solig'i, sud qarori bo'yicha undiruv, aliment, kredit, jarima, majburiy ijro hujjatlari bo'lishi mumkin. Agar mulkka taqiq qo'yilgan bo'lsa, uni sotish, hadya qilish yoki garovga qo'yish mumkin bo'lmaydi. Ba'zida odam taqiq borligini bilmaydi. Chunki xat eski manzilga ketgan, SMS kelmagan, portalga kirmagan. Lekin taqiq bazada turadi. Birinchi navbatda hujjati eski bo'lgan kvartira egalari tekshirtirish kerak. Agar sizda faqat eski order, Sovet davridan qolgan hujjat 1990 yillar yoki 2000 yillar boshidagi shartnoma bo'lsa, albatta kadastr ma'lumotlarini tekshiring. Qog'oz hujjat yo'qolmagan bo'lsa ham elektron bazada to'liq aks etganmi, egasi to'g'ri ko'rsatilganmi, maydon mosmi, manzil mosmi, shuni aniqlash zarur. Ikkinchi guruh. Meros masalasi ochiq qolgan oilalar. Juda ko'p real holatlarda kvartira ota yoki ona nomida turadi.
u kishi vafot etganiga 5 yil, 10 yil, hatto 20 yil bo'lgan. Farzandlar esa biz shu yerda yashayapmiz. Demak, uy bizniki deb yurishadi. Hayotiy jihatdan tushunarli, lekin huquqiy jihatdan bunday emas. Mulk egasi vafot etgan bo'lsa, meros rasmiylashtirilishi kerak. Aks holda ertaga kvartirani sotish, ulush ajratish, kommunal hisoblarni to'g'rilash, subsidiya olish, ipoteka bilan bog'liq harakat qilish qiyinlashadi. Misol keltiraman. Ota nomidagi 3 xonali kvartirada ona va 2 farzand yashaydi. Ota 2016-yilda vafot etgan, meros ochilmagan. 2024 yilda o'g'il kvartirani sotib, kichikroq uy olishni xohlaydi. Notariusga boradi. Notarius aytadi: "Avval merosni rasmiylashtiring." Merosga da'vogarlar aniqlanadi, ulushlar belgilanadi. Ba'zan boshqa shaharda yashayotgan farzand avvalgi nikohdan bola yoki merosdan voz kechmagan shaxs chiqadi. Bir oyda sotaman degan ish yarim yilga cho'zilishi mumkin. 3-guruh kvartirada qayta rejalashtirish qilganlar. Masalan, balkon xonaga qo'shilgan, oshxona joyi o'zgartirilgan, devor buzilgan, 2 xona birlashtirilgan yoki umumiy maydonga ta'sir qiladigan o'zgarish qilingan. Agar bu o'zgarish hujjatda aks etmagan bo'lsa, kadastrdagi maydon bilan real holat farq qiladi. Bu holat sotuvda, baholashda, bank garovida yoki tekshiruvda muammo tug'diradi. Ayniqsa ko'p qavatli uylarda yuk ko'taruvchi devorlar, umumiy kommunikatsiyalar, shamollatish yo'llari bilan bog'liq o'zgarishlar xavfli. 4-guruh. Kvartirani ishonchnoma orqali sotib olgan yoki hujjatlarni to'liq tekshirmagan odamlar. Ba'zida odam pulni bergan, kalitni olgan. Lekin rasmiy oldi-sotdi shartnomasi oxirigacha bajarilmagan yoki keyin rasmiylashtiramiz deyilgan. Yillar o'tgan, sotuvchi boshqa joyga ketgan, vafot etgan yoki uning nomida qarzlar paydo bo'lgan. Bunday holatda eng katta xavfsiz yashayotgan uy huquqiy jihatdan sizga tegishli bo'lmasligi mumkin. 5-guruh ulushli mulk egalari. Masalan, kvartiraning 52 qismi aka nomida, 52 qismi singil nomida yoki engi 3dan 3 kishiga tegishli. Ulushli mulkda har qanday operatsiya ko'proq ehtiyotkorlik talab qiladi. Sotish uchun boshqa ulushlarning huquqlari, rozilik masalalari, xabardor qilish tartibi. Voyaga yetmaganlar ulushi bo'lsa, vasiylik organi masalasi chiqadi. Elektron bazada ulushlar noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, bu keyinchalik janjalga sabab bo'ladi. Agar sizning kvartirangiz yaqinda rasmiy notarial oldi-sotdi orqali olingan bo'lsa, kadastr hujjatlari yangilangan bo'lsa, mulk solig'i va kommunal to'lovlar bo'yicha qarzdorlik yo'q bo'lsa, manzil va egasi elektron bazalarda to'g'ri ko'rinsa, siz nisbatan xotirjam bo'lishingiz mumkin. Lekin bu ham umuman tekshirmaslik mumkin degan emas. Men har bir mulk egasiga kamida yiliga bir marta o'z mulki bo'yicha elektron ma'lumotni ko'rib chiqishni tavsiya qilaman. Agar siz ipotekani yaqinda rasmiylashtirgan bo'lsangiz ham, bank odatda hujjatlarni tekshirgan bo'ladi. Lekin ipoteka bor joyda garov ham bor. Demak, siz kvartirani erkin sota olmaysiz. Avval bank bilan hisob-kitob, garovni yechish, qarzni yopish yoki xaridor bilan maxsus tartibda bitim qilish kerak bo'ladi. Bu xavf emas, lekin bilib yurish kerak bo'lgan cheklov. Eng ko'p uchraydigan xato ism, familiya yozilishidagi farq. Masalan, pasportda Abdullayev deb yozilgan, eski hujjatda Abdullayev yoki o'g'li bir joyda bor, boshqa joyda yo'q. Ko'pchilik buni mayda narsa deb o'ylaydi. Lekin raqamli tizim uchun bitta harf ham boshqa shaxs sifatida ko'rinishi mumkin. Ayniqsa JS Sashir kiritilmagan eski hujjatlarda bu ko'p uchraydi. Ikkinchi xato kvartira maydoni. Hujjatda 64,3 kvadrat metr, ba'zida 63,2 kvadrat metr. Farq kichikdek tuyuladi. Lekin soliq hisoblashda, baholashda, sotuv shartnomasida bu savol bo'ladi. Agar farq balkon hisobiga qayta o'lchovga yoki rejalashtirishga bog'liq bo'lsa, uni hujjatlar bilan asoslash kerak. 3-xato manzil. Ko'cha nomi o'zgargan, uy raqami yangilangan, tuman chegarasi o'zgargan, mahal nomi almashgan. Odam eski manzilda yashayapti, tizim yangi manzilni ko'rsatadi. Muammo shundaki, qarorlar va ma'lumotnomalarda bitta obyekt turlicha ko'rinishi mumkin. Bu esa boshqa idoralarda obyekt aniqlanmadi degan javobga olib keladi. 4-xato, egasi vafot etgan, lekin ba'zida hanuz o'sha odam mulkdor sifatida turibdi. Bu ko'p oilalarda bor. Odamlar ko'pincha merosni rasmiylashtirishni ortga suradi. Chunki oila ichida kelishganmiz deydi. Lekin qonuniy baza oilaviy kelishuv bilan emas, rasmiy hujjat bilan ishlaydi. 5-xato, eski taqiq yoki garov yechilmagan. Masalan, odam 2000 yilda kredit olgan, kvartirani garovga qo'ygan, kreditni yopgan.
Lekin garov yozuvi bazadan olib tashlanmagan. Sud ijrochisi taqiq qo'ygan. Qarz keyin to'langan. Lekin taqiqni bekor qilish hujjati tizimga kiritilmagan. Natijada qarz yo'q, lekin cheklov turibdi. Birinchi nozik nuqta, ro'yxatda turish mulkdor bo'lish degani emas, kvartirada propiskada turgan odam avtomatik egaga aylanmaydi. Juda ko'p nizolar shundan chiqadi. Masalan, kelin, kuyov, qarindosh yoki voyaga yetgan farzand kvartirada ro'yxatda turadi. U, men shu yerda yashayman, mening ham haqqim bor deydi. Yashash huquqi va mulk huquqi boshqa masala. Mulk huquqi kadastr va huquqni belgilovchi hujjat bilan tasdiqlanadi. Ikkinchi nozik nuqta, kommunal to'lovni to'lash ham mulkdorlikni isbotlamaydi. Kimdir 10 yil elektr, gaz, suv pulini to'lagan bo'lishi mumkin. Bu uning uyga egalik huquqini avtomatik bermaydi. Albatta, ba'zi sud nizolarida yashash, saqlash, xarajat qilish faktlari ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin oddiy tartibda mulk egasi hujjatda kim ko'rsatilgan bo'lsa, o'sha hisoblanadi. Uchinchi nozik nuqta, voyaga yetmagan bolalar ulushi. Agar kvartirada bolaning ulushi bo'lsa, uni sotish oson emas. Odatda bolaning manfaatlari himoya qilinadi. Unga teng yoki yaxshiroq sharoit ta'minlanishi kerak bo'ladi. Ota-ona bu bizning oilaviy qarorimiz degani yetarli bo'lmaydi. Shu sababli bunday kvartirani sotishdan oldin hujjatlarni ancha oldin tayyorlash kerak. 4-chi nozik nuqta, nikoh davrida olingan mulk. Kvartira faqat er yoki xotin nomida bo'lishi mumkin. Lekin agar u nikoh davrida umumiy mablag' hisobiga olingan bo'lsa, ikkinchi tomonning huquqi bo'lishi mumkin. Shuning uchun sotuvda turmush o'rtog'ining roziligi, nikoh holati. Ajrim bo'lgan bo'lsa, mulk taqsimoti masalasi tekshiriladi. Odamlar ko'pincha hujjat mening nomimda deb o'ylaydi, lekin oilaviy mulk qoidalari alohida ahamiyatga ega. 5-chi nozik nuqta, ijara. Kvartirani ijaraga bergan bo'lsangiz, ijara shartnomasi, soliq majburiyati, ijarachining ro'yxatda turish holati tartibli bo'lishi kerak. Norasmiy ijara keyin muammo tug'dirishi mumkin. Masalan, ijarachi qarzdorlik qoldiradi. Kommunal hisoblar chalkashadi yoki nizoli chiqish holati yuz beradi. Raqamli tizimlar kuchaygan sari norasmiy kelishuvlar tobora xavfliroq bo'ladi. Birinchi xato, hali vaqt bor deb yurish. Hujjat muammosi bir kunda hal bo'lmaydi. Agar kadastrda xato bo'lsa, ariza, tekshiruv, o'lchov, tuzatish, ba'zan sud qarori kerak bo'lishi mumkin. Agar meros masalasi bo'lsa, notarius, merosxo'rlar, tug'ilganlik va nikoh guvohnomalari, o'lim guvohnomasi, qarindoshlikni tasdiqlash hujjatlari kerak bo'ladi. Shuning uchun oy oxirida bitta ariza bilan hammasi tugaydi deb o'ylamang. Ikkinchi xato, faqat qog'oz hujjatga ishonish. Qog'oz hujjat muhim, lekin elektron bazadagi ma'lumot bilan mos bo'lishi kerak. Sizning vazifangiz ikki narsani solishtirish, qo'lingizdagi hujjat va rasmiy elektron ma'lumot. Agar ular mos bo'lmasa, keyin ko'ramiz demasdan tuzatish jarayonini boshlang. 3-chi xato, qarzdorlikni faqat kommunal to'lov deb tushunish. Mulkka taqiq solinishi uchun turli sabablar bo'lishi mumkin. Sud ijrosi, bank qarzi, soliq qarzi, aliment, jarima, da'vo ta'minoti, meros nizosi, nikohdagi mulk nizosi. Shuning uchun faqat elektr va gaz chekini ko'rib xotirjam bo'lmang. 4-chi xato, ishonchnoma bilan bitimni yakunlangan deb bilish. Ishonchnoma mulk huquqini o'tkazmaydi. U faqat vakolat beradi. Mulk egasi o'zgarmagan bo'lsa, siz uy egasi bo'lib qolmaysiz. Ishonchnoma muddati tugashi, bekor qilinishi, ishonchnoma bergan shaxs vafot etishi mumkin. Shuning uchun mulkni faqat rasmiy shartnoma va davlat ro'yxatidan o'tkazish orqali o'zingizga rasmiylashtirish kerak. 5-chi xato, oilaviy kelishuvni hujjat o'rnida ko'rish. Akam rozi, opam da'vo qilmaydi. Hamma biladi, bu uy menga qolgan degan gaplar sud yoki notarius oldida yetarli bo'lmasligi mumkin. Rozilik bo'lsa, uni o'z vaqtida rasmiylashtiring. Merosdan voz kechish kerak bo'lsa, belgilangan tartibda qiling. Ulush ajratish kerak bo'lsa, hujjat bilan bajaring. Birinchi qadam, barcha hujjatlarni bir joyga yig'ing. Sizga kvartira bo'yicha huquqni belgilovchi hujjat kerak bo'ladi. Bu oldi sotdi shartnomasi, hadya shartnomasi, ayirboshlash shartnomasi, meros guvohnomasi, sud qarori, orda yoki boshqa asosiy hujjat bo'lishi mumkin. Shuningdek, kadastr hujjati, texnik pasport, mulkdorning pasporti yoki ID kartasi, JSashir, nikoh guvohnomasi. Agar kerak bo'lsa, ajrim hujjati, o'lim guvohnomasi, merosga oid hujjatlar ham kerak bo'ladi. Ikkinchi qadam, kadastr ma'lumotini tekshiring. Buning uchun davlat xizmatlari markaziga borish, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali ma'lumot olish,
yoki kadastr organlari taqdim etadigan elektron xizmatlardan foydalanish mumkin. Siz aynan nimalarni tekshirasiz? Mulk egasi kim? JSH to'g'ri kiritilganmi? Manzil to'g'rimi? Kvartira maydoni mosmi? Kadastr raqami bormi? Obyekt turi to'g'ri ko'rsatilganmi? Taqiq yoki cheklov bormi? 3-qadam soliq qarzdorligini tekshiring. Mulk solig'i bo'yicha qarz yo'qmi? Penga yig'ilmaganmi? Eski yillardagi to'lovlar yopilganmi? Shuni aniqlang. Ba'zan odam to'lov qilgan bo'ladi, lekin to'lov noto'g'ri shaxsiy hisobga tushgan bo'lishi mumkin. Agar shunday bo'lsa, cheklarni ko'tarib soliq organiga murojaat qilish kerak. 4-qadam kommunal hisoblarni tartibga keltiring. Elektr, gaz, sovuq suv, issiq suv, issiqlik, chiqindi va boshqaruv kompaniyasi to'lovlari bo'yicha holatni ko'ring. Kvartira boshqa odam nomida bo'lsa, hisoblarni amaldagi mulkdor nomiga o'tkazish kerak bo'lishi mumkin. Ayniqsa oy sotiladigan bo'lsa, xaridor odatda qarzdorlik yo'qligi haqida ma'lumot so'raydi. 5-qadam taqiq va garovlarni tekshiring. Agar kvartira ilgari garovda bo'lgan bo'lsa, garov yechilganini tasdiqlovchi hujjat bor yo'qligini ko'ring. Agar sud ijrochisi bilan bog'liq masala bo'lgan bo'lsa, qaror bekor qilinganmi, taqiq olib tashlanganmi? Elektron bazada ham tozalanganmi? Shuni aniqlang. Og'zaki hammasi yopilgan degan javob bilan cheklanib qolmang. Hujjat va bazadagi holat muhim. 6-qadam meros masalasini cho'zmang. Agar kvartira vafot etgan shaxs nomida turgan bo'lsa, notariusga boring. O'lim guvohnomasi, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar, nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomalari, kvartira hujjatlari kerak bo'ladi. Meros masalasida muddatlar, merosxo'rlar doirasi va ulushlar muhim. Agar muddat o'tib ketganda bo'lsa ham, vaziyatga qarab qonuniy yo'l topilishi mumkin, lekin buni mutaxassis bilan ko'rib chiqish kerak. 7-qadam. Xato topsangiz, yozma murojaat qiling. Og'zaki tushuntirish yetarli emas. Davlat xizmatlari markazi, kadastr organi, soliq organi yoki tegishli tashkilotga yozma ariza bering. Arizada aniq yozing. Mening kvartiram bo'yicha elektron bazada manzil noto'g'ri ko'rsatilgan yoki mulkdorning familiyasi hujjatga mos emas yoki kadastr maydoni huquqni belgilovchi hujjatdagi maydon bilan mos kelmaydi. Arizaga hujjatlar nusxasini ilova qiling. Murojaat raqamini saqlab qo'ying. 8-qadam barcha javoblarni saqlang. SMS, portal javobi, qog'oz ma'lumotnoma, to'lov cheki, ariza raqami, mutaxassis bergan yozma izoh. Hammasini alohida papkaga joylang. Men odatda odamlarga 2 papka yuritishni maslahat beraman. Biri qog'oz hujjatlar uchun, biri telefon yoki kompyuterda skan nusxalar uchun. Chunki biror nizo bo'lsa men aytgandim emas. Mana hujjat ishlaydi. Agar siz kadastr yoki boshqa organga murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, ariza juda murakkab bo'lishi shart emas. Muhimi aniq va dalilli bo'lsin. Masalan, shunday mazmunda yozishingiz mumkin. Men falonchi falon manzildagi kvartira mulkdoriman. Qo'limdagi huquqni belgilovchi hujjatda kvartira manzili va maydoni quyidagicha ko'rsatilgan. Elektron ma'lumotda esa boshqa ma'lumot aks etmoqda. Ushbu nomuvofiqlikni tekshirib, amaldagi hujjatlar asosida tuzatib berishingizni so'rayman. Keyin hujjatlar ro'yxatini qo'shasiz. Agar taqiq masalasi bo'lsa, arizada shunday yoziladi. Kvartiramga nisbatan taqiq mavjudligi aniqlandi. Ushbu taqiq qaysi organ, qaysi sana va qaysi hujjat asosida qo'yilganini ma'lum qilishingizni, agar majburiyat bajarilgan bo'lsa, taqiqni bekor qilish tartibini tushuntirishingizni so'rayman. Bu yondashuv sizga muammoning manbasini topishga yordam beradi. Agar meros masalasi bo'lsa, notariusga borganingizda kvartirani o'zimga o'tkazmoqchiman deb umumiy aytmasdan, falon shaxs vafot etgan, uning nomida falon manzilda kvartira bor. Merosxo'rlar kimlar bo'lishi mumkin? Qaysi hujjatlar kerak? Muddat masalasi qanday hal qilinadi deb aniq so'rang. Aniqlik jarayonni tezlashtiradi. Men shu oy oxirigacha tekshiring deyayotganimning sababi shuki, odatda odamlar muammoni oxirgi paytda bilib qoladi. Sizga ertaga kvartirani sotish kerak bo'lib qolishi mumkin. Yaqiningizga meros rasmiylashtirish kerak bo'lishi mumkin. Bankdan kredit olishda kvartirani garovga qo'yish kerak bo'lishi mumkin. Yoki davlat xizmati, subsidiya, ro'yxat, sud ishi, oilaviy kelishuv chiqib qolishi mumkin. Shunda siz birinchi marta hujjatlarni ochasiz va xatolarni ko'rasiz. Agar hozir tekshirsangiz, sizda vaqt bo'ladi. Xatoni tuzatasiz, qarzni yopasiz, taqiqni aniqlaysiz, merosni boshlaysiz, kadastrni yangilaysiz. Agar oxirgi kuni bilsangiz, siz jarayonni boshqara olmaysiz. Eng yomon holatlarda odam xaridor topadi.
kelishuv qiladi, avans oladi, keyin hujjatda muammo chiqadi. Xaridor pulini qaytarishni so'raydi, janjal boshlanadi. Ishonch yo'qoladi. Bularning oldini olish mumkin. Yana bir sabab, raqamli tizimlar xatoni kechirmaydi. Inson bilan gaplashib tushuntirish mumkin, lekin tizimda taqiq tursa, notarius bitimni o'tkazmaydi. Ba'zida mulkdor boshqa odam bo'lsa, portal sizni mulkdor deb tanimaydi. Kadastr raqami mos kelmasa, xizmat rad etilishi mumkin. Shuning uchun hozirgi davrda mulk egasi bo'lish faqat kalitni ushlab yurish emas. Balki ma'lumotlar bazasida hammasi to'g'ri turishini nazorat qilishdir. Bugungi asosiy fikr shuki, kvartirangizni hech kim shunchaki olib qo'yadi deb vahimaga tushmang. Lekin hujjatlarni tekshirmasdan xotirjam yurish ham to'g'ri emas. Raqamli konfiskatsiya deb ataladigan xavfning markazida ko'pincha bitta narsa turadi. Qog'ozdagi ma'lumot bilan elektron bazadagi ma'lumot mos emas. Yoki mulkka qarz, taqiq, garov, meros, ulush, nikoh yoki qayta rejalashtirish bilan bog'liq muammo yopilmagan. Men sizga aniq maslahat beraman. Shu oy oxirigacha kvartira hujjatlaringizni yig'ing, kadastr ma'lumotini tekshiring. Soliq va kommunal qarzdorlikni ko'ring, taqiq va garov bor yo'qligini aniqlang. Meros yoki ulush masalasi bo'lsa, mutaxassisga boring va yozma murojaat qiling. Hujjatni bugun tekshirgan odam ertaga o'z mulkini xotirjam boshqaradi. Sizning kvartirangizda qanday holat bor? Hujjatlar eski tartibdami? Meros hali rasmiylashtirilmaganmi? Kadastrda xato chiqqanmi? Fikringizni va savolingizni izohlarda yozing. Videoga like bosing. Yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday mavzularda bir kun kechikish ham odamga katta pul, vaqt va asabga tushishi mumkin.